Ilohim mana shu ukalarimizni kinolarga ham O'zbekistonga ham taklif. Mana bugun mazkur premyeraga O'zbekiston Respublikasidan kelgan ajoyib san'atkor birodarimiz Mirzabek Xolmetovning o'zining kelishini o'zi bir katta tarixiy voqeaga ega. Yangi film yaratib o'tiribsan, Erala, ishingga rivoj. Avvalambor assalomu alaykum. Kelganinglar uchun rahmat. Endi birinchi ishimiz o'zinglar yaxshi baho berib, yaxshi tomosha qilinglar. Rahmat. Hali kino chiqmasdan oldin telefon qilib, nima deyishyapti? Disk chiqqanmi deb so'rashadi. Yo'qsa internetda bormi deydi. Bu kino hali hech qayerda chiqqani yo'q va bugun mana shu Eralini mehnatini bahosini berasizlar degan umiddaman. Marhamat, xush kelibsiz.